Hurmatli kuzatuvchilar, endi biz nazariy jihatdan aytgan ma'lumotlarimizni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Zero tibbiyot amaliyotsiz e, kuchli ahamiyatga ega emas. Demak, hozir aytganimdek, dastlab regressiya tenglamasidan foydalanamiz va regressiyadan chiqqan natijani tahlil qilib ko'ramiz. Demak, endi bu regressiya tenglamasi degani, regressiya buyrug'i degani y va x larning o'zaro munosabati. Bunda ko'rib turganingizdek, ko'rish o'tkirligi bizda y va dori vositalarining kamchiliklari bizda x deb qabul qilingan. Va tibbiyotda ma'lum bir tahlilni olib borayotganda undagi patsientlar yoki respondentlar agar u klinik oldi tadqiqot bo'ladigan bo'lsa, laboratoriya hayvonlari, quyonlar, kalamushlar, sichqonlar, ba'zi bir holatda suv hayvonlari, kuchuklar bo'lishi, kuchuklarning konkret soni bo'lishi juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni bizning tadqiqotimizda 101 nafar patsient qatnashgan. Bu son o'zgarmaydi va bu yoqda F test bor. Ya'ni bu F test chiqishi uchun 101 dan har doim bir ayriladi. Ya'ni 100 ta, ya'ni buni oddiy qilib tushuntirganda bitta uzun simni 4 ga bo'lish uchun 3 marta kesish kerak. Ya'ni bu o'sha 3 marta kesilganda 4 ta qismga bo'linadi degan tahlil. Va bunda ham 101 dan, ya'ni 100 dan bir ayrilgan holatda 99 kelib chiqadi. Va shu o'rinda endi ozgina nazariy ketadi. Bu joyda F test qiymati ko'rib turganingizdek 0.05. Ya'ni bunda hozir bizning tibbiyot tizimimizda 0.05 emas, 0.01 tan olinganini hisobiga hozir bu test bizda H0 gipotezani qabul qilishga majbur bo'ladi. Lekin agar agar 0.01 dan kichik chiqqan holatida H0 ni rad etib HA ni qabul qiladi. Keyingi buyrug'imizda biz ko'p bir nechta o'zgaruvlarimizni tahlil qilib bu narsani ko'rib chiqamiz. Va F test butun model uchun ta'sis qilinadi va chiziqli regressiya sharti ostida asosiy shart hisoblanadi. Uni H0 gipotezasi modeldagi jami o'zgaruvchilar y ga ta'sir qilmaydi degan holat kelib chiqadi. Lekin bizda natijamizda ko'rib turibmiz, x y ga ta'sir qiladi degan ma'no kelib chiqyapti. Haqiqatan agar farmakologik tahlil qiladigan bo'lsa, dori vositalarining kamchiliklar ko'rish o'tkirligiga ta'sir ko'rsatadi. Bizning mana bu F test qiymatimiz 0.01 dan kichik chiqqanda edi, biz ta'sir qilmaydi deb turib H0 gipotezasini inkor qilardik va HA ni qabul qilgan bo'lardik. Xo'p, davom etamiz. Endi bizda R square degan qismimiz bor. Ya'ni R square bu determinatsiya koeffitsiyenti hisoblanadi va endi keyingi holatimizda adjust R square bunda me'yorlashtirilgan determinatsiya koeffitsiyenti hisoblanadi. Va endi tahlilni o'ziga o'tadigan bo'lsa, t test qiymati 0.05 dan 0.5 ga yaqin qiymat chiqmoqda. Ya'ni bu degani dori vositalarining kamchiligi ko'rish o'tkirligiga ta'sir qiladi degan gipoteza kelib chiqadi va bunda biz majbur bo'lamiz H0 gipotezani qabul qilishga. Asli to'g'ri variantda biz H0 ni inkor qilishimiz va HA gipotezani
qabul qilgan bo'lishimiz kerak edi. Xo'p, endi standart chetlanishimiz bizda konstant holatimizda 0.38 ni ko'rsatayotgan bo'lsa, bizda chiqayotgan natija 0.12 deb tahlil qilinmoqda. Keling endi x lar sonini, x dagi o'zgaruvchilarning sonini oshirgan holatda yana bir tahlil qilib ko'ramiz. Regressiya y ga muammoga ideal yechimni beramiz. X larga xo'p, uni yoshini, kasbini, jinsini va ko'zidagi mana shu 3 ta x larni tahlil qilib ko'ramiz. Bunda qanday kelib chiqadi? Mana ko'rib turganingiz, endi bizda H0 gipotezani inkor qilib HA ni qabul qilish holatimizga teng keldi. Ya'ni bu degani f test qiymatimiz 0.01 dan kichik chiqdi. Ya'ni bunda bizning muammoyimizga ideal yechimga yoshimiz, kasbimiz, jinsimizning ahamiyati yo'q, ya'ni ta'sir qilmaydi. Ya'ni masalan muammo aytaylik, ko'rish o'tganligining pasayishi va unga eng to'g'ri yechimni bizning yoshimiz, kasbimiz, jinsimiz agar davolanish protsessi amalga oshirilmagan holatda bo'lsa, ta'sir qilmaydi degan gipoteza ketadi. Va bunda t-test qiymati ko'rib turganingizdek 0.01 dan kichik holatlari kuzatildi. Ya'ni bunda yoshi muammoga ideal yechim bera olmaydi. Lekin kasbi va jinsi t-test qiymatida 0.01 dan katta chiqqan, ya'ni bunda ta'sir qiladi degan tahlil olib borilgan. Va mana bu joyda f testning qiymati ko'rib turganingizdek 0.01 dan kichik chiqmoqda. Demak, endi keyingi videomizda aynan Shapiro-Wilk degan testimiz yordamida mana shu H0 va HA gipotezani yanada chuqurroq tushunib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.